Assalamu alaykum qarindoshlarım. Bugun men ishning orlig'ida yugurib qaytib keldim. Chunki qarindoshlarimizningki havolasiga quloq soldim. Tünögün men kesh vaqt farqimiz bo'lg'achqa to'rdan baldur tushib ketibdimi. Qarsam bir xonimningki, Solihninki odimiylik jihatlariga savol qo'yganlik ovozlarini angladim deganda. Anandan keyin bu odimiylik jihatda deb o'ylab degan narsa bir cho'ng doirani o'z ichiga olganligini bilaman. Solihning odimiyligiga savol qo'ygan odam o'zining nima ish qilayotganligiga bir savol qo'yib boqqan bo'lsa, G20'ninki imzo to'plashiga biz ayni vaqtida qarshilik ko'rsatgan. Mustaqil bo'lamiz, bizga avtonomiya degan lager demak, avtonomiya bizga lagerni keldi. Onundan keyin bizni halakka ishtiryotidi degan narsani bildirib 100 ming imzo orqali bizning mustaqillik irodamizni, bizning o'sha zaminimizni qo'limizga olmoqchi bo'lgan irodamizni bildirdik. Mushu Solihning yetakchiligi ostida bo'lgan 100 ming kishilik namoyishlarni o'rinlashtirdi. Ashuningga biz o'zimizniki mushu zaminimizga bo'lgan so'ygirimiz, zaminimizni qo'limizga olmoqchi bo'lgan irodamizni bildirish orqali Solihga ovoz qo'shmadik, da'voga ovoz qo'shdik. Eğer istihiyatkanın içinde yatkan şu adamlar işten düşüp kelip şunda bir tağlarını talkan muştaq kıvatkan bolsa qeni netice? Bu lagerlar içilmaydı. Lagerning içilip ketişi nime sebepten boldu? 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl nimelerni kıldınlar? Siz nedetiniz o vaxtıda? Ben oylayman Turgun Almaz efendimni ben tanıştım. Hem bir olturup tamaklarını mı yeydik o kişi bilen. Balları çiketken o vatandan. Biz aşı İpek Yolu Mehmanxanası taraftaki aşxallarda uçuruşup kalattık. O adamdaki iradesi ezelden boşaşmagan. Mustaqillik o yerga nisbatan mustaqillik bizningki zeminimiz o'zimizning zeminimizga ega chiqimiz degan narsani uqtirdi yoshlarga. Ballar qanday bo'lib qolgan, navrlar qanday bo'lib qolgan bilmadim. Sizning keyningizda palani guruhlarınız, yana birimlarınız bo'lsa, u o'zingizga vakillik qilasiz. Bütün 35 milyon Sharq Turkiston xalqiga vakillik qilmaysiz. Yana kelib Solihga savol qo'yadigan hech qanday odamning haqqi yo'q. Sizlar pul bilan ishlayapsizlar. Sizlarni kuchaytirayotgan bir yer bor. Hammadan biladi. Biz faqat Uyg'urning ichi jidalga to'shmasin deb ba'zan narsalarni o'tirg'i chiqarib so'zlamasligimiz hargiz sizlardan qo'rqqanligimiz emas. 11 bitim sharafsiz bitim avtonomiyaga bergan javob. Ashuning natijasi 11 bitimning natijasi shu sizlar eğilib menayotgan yo'ldan bo'yotidi. Qani u qonun necha vaqtga nima ish qilishqandinglar? Qani natija? Solihga natija. Natijani sana deb bo'g'ichi keynidan kongressning oldida paydo bo'lsizlar emasmi? Tulka yo bo'ri mo'rlarni agashtirib shu yer paydo bo'lsizlar. Palonchini to'sab, po'kinchini to'sab. U natijani demaydi. Degisi kelgan chog'da Amerika o'zi chiqib deydi. Anadagi Solih o'zi chiqib deydi. Shuning uchun siz uning kishiligiga yana bir nima degan Xitoy xumor odamlar jiqdi deyman. Vatanda Xitoyga to'ymagandek chet elga chiqibmi Xitoy jini bitchaplashgan haq bu chet elga chiqdi ekanda u jinlarni ahli mayron qolgan yeri. Bu Xitoyga shunchalik amroq ayollar, erlar borkin, hayron qolaman. Buni obdan biladi o odamlar. Siz agarda ba'zan narslaringizni haq uqmasin desangiz, jim o'ltiring, sizni hech kim gachi demaydi. Lekin Solihninki kishiligi yana birga savol qo'ymay, men o'zim nima ish qilgandim, burun nima ish qilgan, hozir nima ish qilyapman degan narsani yo'g'on savol qilib qo'yib, anandaki shuning javob topa olsangiz, chiqib haqqa savol qo'ying. Bo'lmasa g'it qisib o'tsangiz bo'laverdi. Hech kim sizni gaqimidi demaydi. Endi Solihning xulosalarini chiqarsa, o bo'lsa Solihnikin do'rabla, yana bir milliy uyg'unish harakatining bir narsalarni do'rashga shunchalik amroq hozir yerisman. Avtonomlar azroq bir mustaqilchilarning azod vatanimiz qo'limizga olamiz deydiganlarningki azroqli narsani mundaqli bir surkab zamzamni mundaqli ishsizlar u taqvodor bo'lib qolmaydi-da.
o müstakillikni azraqla mındaqlı qısınız yuquşmaydı bərber. Ağzınızdan çıqıvatqını həmmə nərsini bildirə alaysiz. Muşu eğiz miyad arqılıq miyadın çıqıdığan bolğandikin əmdi saranlarning ras miyani işlətməyli çıqıverdi. Normal bolsa miyadın çıqıdığan bolğandikin miyadın kontrolüne çıqıdı. Həmmə nərsiniz aşkara. Nimiş qılısız 9 minut 10 minut sözləb avar bulup ko'nglim bək elişib ketdi. Hada bir sözləb yiqinə malağa hammamizga eg'izni hammadamga tang nim qilmaydigan ba'zimiz yozdi ekanmiz ba'zimiz og'zimiz shiltir ekanmiz ba'zimiz bak jili bo'lib ketar ekanmiz xapamay hammamizning ovozini biraqli yig'ib mushuning radiya berib qo'yganmisingiz biz shu 100 ming kishilik imzoning egisi bo'lish suhbatimiz bilan biz radiya qaytiramiz shuning uchun g'it qisib o'tirib o'zingizning yo'lini mengiyversin o'zlarining yo'lini bizmi o'zimizning yo'lini mengiyversak hech qaysimizga avarchilik keltirmagan bo'lsa do'ramchilikmi qilmagan bo'lsa do'rimay ashu jintantiniki bilan jimla o'ttasin deydi qisib rahmat